Xo'p, boshlanishiga hozircha shu. Bu yoqni davom etib ketaveramiz. Genetikada foydalanilgan simbollar qanaqa? Eng avvalo mana bu chachishtirish belgisi. Hozir endi simbollarga kelganda boshqacha yozaylik. Chachishtirish belgisi, Mars qalqoni va nayzasi, Venera ko'zgusi. Xo'p. F N deb qo'yamiz. Parents deb qo'yamiz. Gameta deb qo'yamiz. Yana qanday belgilar bor? F Backross deb qo'yamiz. Bular o'zimiz foydalanganlar, fenotip, genotiplar. Hozircha menimcha shular asosiy foydalanamiz. Chachishtirish belgisi bu erkakni bildiradi. Bu urg'ochi. Avlod. Ota-ona. Gameta. Tahliliy chachishtirish natijasi yoki boshqacha qilib aytganda avlod. Tahliliy chachishtirish olingan avlod. Bu fenotip. Bunisi esa genotipni bildiradi. Yana qaysidir simbol qolib ketgan bo'lsa, aytsangiz qo'shib ketaveramiz. Men hozircha eslaganim shu. Ha. Menimcha keyingiga o'tkazsak bo'ladi. Gen, allel, noallel, locus degan atamalarni hozir birgalikda o'rganamiz. Xromosoma chizib olaman. Xo'p, gamologik xromosoma deb tasavvur qilamiz shuni. Endi bunda locuslarni chizib olamiz. Locuslarni mana turli ranglar bilan belgilab oldim. Endi A gen, B gen, S gen, D gen.
Genlarni belgilab oldik. Ana endi hozir mana shu chizilgan sariq, ko'k, yashil bilan chizilganlar lokus deyiladi. Xromosomani joyi, ya'ni xromosomadagi ayni bir lokatsiya, ayni bir joy lokus deb yuritiladi. Boshqacha bir ma'nosi yo'q, chuqur ma'nosi yo'q. Xromosomani bir qismi, xromosomadagi bir nuqta desak to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, ana shu lokuslarda joylashgan genlarni qarab chiqamiz hozir. A va B gen. Hozir A va B gen bitta lokusda joylashgan. Agar A va B genlar xromosomani bir lokusda joylashishdan tashqari bir lokus bir xil yo'nalishda, ya'ni bir xil belgi hosil qiluvchi bo'lsa, allel genlar deb o'tamiz bularga. Allel genlar deb o'tamiz. A va B ga ko'p allellikka bo'ysunib qolyapti hozir qarang. Ikkita A va B bilan belgilangan gen bitta lokusda joylashyapti va bir vazifa bajaryapti. Lekin degan joyi bor. Bitta lokusda joylashdi degani bu bir yo'nalishda bo'ladi, majburiy degani emas. Hozir endi ajratib olaylik. Allellar qaysilar? Shuni bunaqasi yozsak bo'lar ekan. Mana bu bilan mana bu allel. To'g'rimi? B bilan A bilan A, B bilan B, S bilan S, D bilan D. Bitta holatda, ya'ni agar bir xil yo'nalishda bo'lsa A va B genlar bir lokusda joylashgandan tashqari. Hozir biz bunday nuqta ajratib qo'yaman. A va B ham allel gen bo'la oladi. A va B gen ham allel gen bo'la oladi. Mana shu joy diqqat berishingiz kerak bo'lgan joy. Xo'p, davom etamiz. Endi noallel desakchi. Noallel deganda istalgan boshqacha talqin, ya'ni S bilan B bu yerda noallel. Noallelga demak S bilan B yoki B bilan D noallel yoki A bilan D noallel yoki A bilan S noallel. Mana shular noallel deyiladi. Chunki ular boshqa lokuslarda joylashyapti. Ularning vazifasi farqli bo'lyapti. Mana shu uchun noallel deya olamiz. Endi hozir bu biz chizgan lokuslar nega kerak edi? Undan tashqari mana bu A va B genga biz nima deya olamiz? A va B genga to'liq birikkan deya olamiz. To'liq birikkan gen bu. Bu crossover jarayonida ham ajralib ketmaydi. A va S deyapmiz. Masalan, A va S bo'lsa, bu ajralish kuzatiladi. A va S o'rtasi bu chala birikkan.
yoki A va D orasi ham chala birikkan. Ular o'rtasida crossing over bo'ladi, lekin A va B o'rtasida crossing over degan jarayon bo'lmaydi. Shu joyiga e'tibor bering. Chunki u bitta locusda bo'lyapti va locusni o'rtasidan qaychi bilan qirqqanday qilib crossing over jarayonini amalga oshira olmaymiz. Locuslar komplekt almashadi. Ya'ni menda A va B gen mana shu locusni egallaganmi? Mana shu A va B gen to'liq almashadi. Bunaqasiga crossing over jarayonida agar almashsa ham avvalasi almashmaydi. Yaxshi. Biz genni qanday ifodalaymiz? Gen ikki xil bo'ladi. Yaxshi. Navbatdagi savol. Genni nimasiga qarab dominant va resessivga ajratyapmiz? Xo'p, qani kim topyapti? Siylanishiga yo'q. Juda ham sodda qisqa ta'rif bo'lib qoldi. Siylanishiga deya olmaymiz. Yuzaga chiqishiga qarab, belgi ustunligiga qarab, kuchli bo'lsa ham yana kuchsiz bo'lsa resessiv kasallikka qarab, belgisiga qarab. Asila belgisiga qarab degan javob qanaqa javob endi u? Xo'p. Madinani tarifi, to'g'ri desak bo'ladi. Yuzaga chiqqan belgiga qarab demaymiz. Sanjarbek Davletov, sal tarifni boshqacharoq berish kerak. Fenotip genot yo'q. JU. Siz eng yaxshi ta'rifni bergansiz, faqat bitta namoyish bor ekan, kamchiligi bor ekan. Namoyon bo'lish xarakteriga ko'ra. O'sha genni yuzaga chiqish, ya'ni namoyon bo'lish xarakteriga ko'ra biz dominant va resessivga ajratdik. Boshida Madina yuzaga chiqishiga qarab deb aytdi. Bu ham xato emas. Ustunlik qilishi degan narsa lekin har doimiga ham to'g'ri tushmaydi. Chunki dominant va resessiv degan tushunchalarni inkor qiluvchi holatlar bor. Hali ko'raveramiz uni. Xo'p, genni dominant va resessivga ajratdik. Dominant genlarni ifodalaymiz lotin alifbosidagi katta harflar bilan. Va hokazo. Resessivlarni esa shularni alleli bo'lgani uchun bir xil harf bilan, lekin kichik.
Men s'ni farqli yozaman. Keyin o'ylanib qolmang, nega unday bo'ldi deb. Mana s'ni dominantini bunaqa yozaman-da, resessivni bunaqa yozaman. Xo'p, dominant va resessiv gen bo'ldi, bilib oldik. Endi nima qilamiz? Endi Mendeley qonuniga bog'lab ketsak bo'ladi. Har qanday gen oqsil sintezlabgina qolmay, fenotipda yangi belgi namoyon qiladi, yangi belgi hosil qiladi. Har qanday gen. Ya'ni ma'nosi nima bo'lyapti gapni? Mana shu A gen masalan oqsil sintezlaydi. Bu oqsil esa belgini hosil qiladi. Birgina misol. Albinizm. Albinizm kasalligida xuddi shunday A gen oqsil sintezlayapti. Sintezlangan oqsil, ya'ni ferment ta'sirida keyin belgi yuzaga chiqartirilyapti. Dominant genda ham Xo'sh, davom etamiz. No'xat o'simligida mevaning rangini ifodalaydigan belgilar bilan chachirish o'tkazamiz. Bu o'simlik demak no'xat. Uning mevasi rangini o'rganyapmiz. No'xat mevasi rangi deb yozib qo'ydik. Dominant sariq, resessiv esa yashil rangni ifodalaydi ekan. Men mana bu holatda yozilish nima ekanligini ayting. Qani, bu nima? Yo'q, mashhur allel demaymiz. Dominant belgi ham demaymiz. Sariq ham demaymiz. Aynan Madina. Madina to'g'ri. Gamma-zigota dominant. Mana buni esa gamma-zigota resessiv deb ataymiz. Yaxshi. Gamma-zigota dominant, gamma-zigota resessivlar o'zaro chachtirildi. Mana parents bilan belgilab oldik. Buni masalan ota dedik, buni masalan ona dedik. Xo'p, chachirish o'tkazgandan keyin gameta olishimiz kerak. Gameta qanday bo'ladi? Doimo esingizda tursin, mana shu hozir aytganim qoidani. O'xshash genlardan 95% holatda faqatgina bittasi tushadi. Ya'ni hozir dominant A genni ikkalasini ham yozsam, mana gameta sifatida ikkalasini ham tushirdim. Bundan hech qanday ma'no yo'q. Chunki ikkalasi bir-birini takrorlaydigan, ikkalasining o'rtasida farq bo'lmagan narsalar bular. Agar ikkalasida farqli bo'lganda men ikki xil tushirsam bo'lardi. Shuning uchun faqat bittasini yozaman gametaga. Bu yerda ham xuddi shunday bitta resessivni o'zini yozaman. Endi bu gametalar qo'shildi. Gametalar qo'shilishdan hosil bo'ldi F1, ya'ni birinchi avlod. Bu holatda endi
heterozigota deyiladi bu organizm. Endi ularning rangiga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu sariq edi. Mana bu ham sariq bo'ladi. Mana sariq va yashil chachishtirildi, olindi F1 da. Heterozigota bo'lgan sariq rangli no'xat. Sariq rangli no'xat. Mana shu yerda Mendel birinchi qonuni Mendelning birinchi qonuni, ya'ni dominantlik qonuni ishlaganini ko'rdik hozir. Sariq rang yashil rangni bo'g'ib, avlodda yuzaga chiqarmadi. Sariq rang yashil rang yuzaga chiqarmadi. Bu dominantlik deyiladi. Mendelning birinchi qonuni, dominantlik qonuni. Xo'p, endi xuddi o'ziga o'xshash organizmlar, ya'ni heterozigota holatdagi sariq o'simliklarni o'zaro chachishtiramiz deydi. Mana chachishtirdik. Xo'p, bulardan olinadi. Mana bu parents bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bulardan olinadi qanday gametalar? Katta A, kichik A. Nega ikkalasini ham yozyapman? Ikkalasi ham allelgen-ku. Sababi katta A boshqa belgini, kichik A boshqa belgini ifodalaydi, namoyon qiladi. Bu yerda ham xuddi shunday katta A, kichik A sifatida yozib oldim gametalarni. Ana endi gametalarni qo'shishim kerak. Katta A qo'shilishidan gamma-zigota dominant, katta A kichik A qo'shilishidan heterozigota, kichik A katta A qo'shilishidan yana heterozigota, kichik A qo'shilishidan yana heterozigota hosil bo'ladi. Mana 4 xil organizm hosil bo'ldi. Bu hosil bo'lgan organizmlarni hozir genotipi nima ekanligini, fenotipi nima ekanligini bilib olamiz. Biz mana bu organizmni sariq ekanligini, buni ham sariq ekanligini bilamiz. Va eng oxirida bitta kelayotgani yashil rangni yuzaga chiqaryapti mana. Yashil rangni yuzaga chiqaryapti ressiv gamma-zigota bo'lganligi hisobiga. Demak, tashqi ko'rinish jihatidan, ya'ni fenotipik nisbatimiz 3 ga 1. Fenotipik nisbatni qanday topdik? Tashqi ko'rinish. Mana shu tashqi ko'rinishga qarab topdik. Genotipik nisbat. Genotipik nisbatimiz necha bo'ladi? 1 2 1 bo'ladi. Biz buni qanday bilamiz? Fenotip va genotipik nisbatni bir-biridan farqlaylik. Fenotipik nisbat tashqi ko'rinishga qarab, tashqaridan ko'rsa bo'ladigan belgilarga qarab ajratildi. Genotipik nisbat esa genlarning holati. Masalan, gamma-zigota dominant bitta, to'g'rimi? Heterozigota ikkita, gamma-zigota resessiv bu ham bitta. Bu Mendelning ikkinchi qonuni edi. Ya'ni belgilarning ajralishi. Ota-ona sariq edi, ularning avlodida yashil chiqyapti. Mana shu joyi Mendelning ikkinchi